Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda Black MC kanali va qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Real Madrid Barcelonaga qarshi o'yinini ko'ramiz va men Real Madridman do'stlar. El Clasico bo'lishi aniq. Yana bu final do'stlar, final. Bu ikkinchi marta final o'ynashim. Aslida esa 4-marta. Kim bilmayotgan bo'lsa. Do'stlar, men sizlarga aytaman, kanalda men YouTube'ga video qo'ymayapman. Buning sababi bor, kanalda 15 ta obunachi bo'lgani yo'q. 15 ta obunachi bo'lsa, One Block'ning 3-qismi chiqadi do'stlar. Lewandowski yaxshi, ular hujumchisi Lewandowski menga boshlandi. Gollar kam bo'lsa-da gol yutishga harakat qilaman do'stlar. Chunki yutish kerak-da. To'g'rimi? Va Kylian Mbappe 4-daqiqada gol urib ketmoqda. Zo'r. Lewandowski tashlab berdi. Dani Olmo, Pedri, Kylian Mbappe. Hozir do'stlar nima bo'lganini hech kim bilmaydi menimcha. Dahshat ketdi, gol bo'lmadi-da do'stlar. Voy, agar aralashmaganda hozir 2 gol bo'lardi hisob. Vinik yugurib kelmoqda. Valverde, Lewandowski, Nani tashlab berdi. Xo'p do'stlar, Rodrigo, top Rodrigoda va gol! 20-daqiqada Rodrigo gol urmoqda. Va Ingo Martinez, Stegen, Marcelo, Mbappe yugurmoqda ortidan. Mbappe. Vah, ololmadi. Hech narsa qilmaydi. Oldi Rodrigo berib qo'ydi. Mayli. Tushirmaymiz do'stlar. O'yinim meni 101. Haqiqiy o'yindagi-da. Bu Real Madridman, to'g'rimi? Rodrigo gol. Rodrigo 33-daqiqada urib hisobni yana uzaytirmoqda. Dubl desa ham bo'ladi. Kylian Mbappe. Voy, bunga fint o'xshamadi. Rafinha ko'rinmayapti-ku. Do'stlar, qo'shiqlar ham chiqib ketganda uyat bo'ldi. Nimaga deysizlarmi? Liverpool chempion bo'ladi deydi hamma. Bu 8 finalda chiqib ketdi. Kim ko'rmagan bo'lsa. Penaltilar seriyasida bo'lgan yutqazib. Yo'q, penaltilar emas. 1-0 bo'ldi, penaltilar yutqazib. 1-1 bo'ldi. Chunki javob uchrashuvda 1-0, birinchi o'yinda 1-0 bo'lgandi. Keyin plus 4-0 birinchi time. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Chempionlar Ligasi kubogini Barsaga nasib qilmaydi-yo. Rodrigo gol! Qanaqa gol bu? Yana bir marta dubl. 3-marta gol urmoqda-da do'stlar. Dani Olmo, Kylian Mbappe, Lewandowski'da top aldab yuribdi. Yamin Yamal qani ekan-a? Hech ko'rinmayapti. Jamoa sardori kim deysizlar? Albatta Courtois. Aldab o'tmoqchi edim. Mayli. Fint o'xshamasin-da. Yutsam bo'ldi-ku. Endi yugur Humoyun. Xo'p do'stlar,
Nacho, yo, dahshat debdi, lekin Valverde. Oba, 5-0 hisobida. Jomini gol! Bosh bilan gol! Dahshat do'stlar. O'yinlar yaxshi. Opa. Valverde. Yo. Hamasda, to'g'rimi? Kylian Mbappe, gol! Gol. Do'stlar, zo'r. Yaxshi ketmoqda. Do'stlar, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tezroq 15 ta bo'laylik. Atiga bittagina qoldi, to'g'rimi? Mana men sizlar uchun qiynalib bo'lyapman. Do'stlar, agarda boshqa turnirlar ham chiqishini xohlasangiz, tezroq 15 ta bo'laylik. Do'stlar, yana bitta narsa, agar 20 ta bo'lsak, ukam bilan PPJ. Yetdim. 8-0. Yig'layapti Daniel bo'lar. Chempionlar Ligasi bosh uzra ko'tardi Real Madrid. Yana bir marta chempion, do'stlar. Mana buni desa bo'ladi. Do'stlar, 8-0 hisob. Albatta meni foydamga. Mana Chempionlar Ligasi deya atalmish turnirda Real g'alaba qozondi. Va o'yinda o'z yakuniga yetdi. Do'stlar, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki biz tezroq 15 ta bo'lishimizga ozgina qoldi do'stlar. Shuning uchun kanalga like bosib qo'yishinglar iltimos qilgan bo'lardim. Boshqa chiqmasin. Albatta do'stlar, sanat yonimdan ko'tarilib hozir mana bularni ochib olaylik. Albatta Husanov. Bu Husanov ochish uchun bizlarga kerak, nimadir kerak-da. Mana narsa kerak. Bu uchun donat qilish kerak. Men donat qila olmayman. Afsuski Husanov ola olmayman. Lekin do'stlar, hozir biz sizlar bilan birgalikda video tashqarisidan gaplashamiz va marketingga kiramiz. Albatta buni keyin chiqaramiz. 0 Buni biz birinchi bo'lib qidiruv bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan Kusano deb yozamiz. Va 72 bo'lib chiqadi. Va men buni sizlar uchun sotib olaman, do'stlar. Va birinchi marta ketdi. Do'stlar. Burchis. Va bugun tarkibimda bormi endi? Eng pastda bo'lar 72. Hozir do'stlar, shuni sizlar bilan birgalikda biz tomosha qilamiz. Bu yerda bo'lish kerak. Biz olmishlik futbolchilar. Bu shekilli Husanov bo'lish kerak-da. Yo'q ekan do'stlar. Mayli do'stlar, xayr, oilalaring tinch bo'lsin, jonlaring sog' bo'lsin. Hayır. Albatta qo'ng'iroqlarni ham belgilatib qo'yish istasizmi? Ciao.